Assalomu alaykum Shahnoza opa. Men ikkita farzand tuqqanman, baxtiyor onaman. Lekin oxirgi paytlar turmush o'rtog'im menga o'z qiziqishini yo'qotdi. Oldingidek jinsiy faoliyatga talab yo'q. Nima uchun bu holat bo'lyapti? Tug'ish niyatim bor. Operatsiya taklif qilishyapti. Qintoraytirish operatsiyalari, lekin men bosh tortyapman. Chunki bu operatsiyalardan keyin kesircha kesish yo'li bilan tug'ishim kerak ekan. Nima qilsam bo'ladi? Aynan bunaqa savollarga biz ayollarga endi yechim bor deymiz. Yechimni mana shunday apparatlar beradi. Hozirgi paytda qintoraytirish apparatlariga qiziqishni birinchi marotaba Italiyadagi hamkasbalarimda men ko'rib, aynan apparatlar bilan qiziqib, birinchi o'qish programmasidan o'tganman. U programmada ayolni operatsiyaga jalb etmasdan qintoraytirish imkoniyatini o'rganganmiz. O'shanda aynan qintoraytirish uchun bir nechta metodika taklif qilingan. 3 ta metodika. Birinchisi bu qintoraytirish uchun maxsus apparatlar. Bu apparatlar har bitta ayol uchun individual qo'llanadigan datchik bilan ta'minlangan. Bu datchik ayolni o'ziga beriladi va ayol bu datchikni ishlatgandan keyin sanitar obработка qilib, yana o'ziga keyingi kelishlariga berib yuboramiz. Muolaja bor yo'g'i 8 minut amalga oshiriladi. Bizni tabloyimizda uni qanchalik intensiv holatda qilishimiz va bu intensiv o'sha to'lqinini ko'tarish imkoniyatimiz bor. Datchikni necha marta ishlatsak bo'ladi? 4 marta ishlatamiz. Necha sekund ishlatamiz? Asosan 8 minut. Kichkina datchik 4 minut davomida ishlatiladi, katta datchik 8 minut davomida ishlatiladi. U nimani beradi? Mana ko'rsatayotgan videoda aynan qaysi uslubda ishlatilishi va qaysi doiragacha toraytirish imkoniyati borligini ko'rsatib berilgan. Ikkinchi metodika bu fillerlar qo'llash. Fillerlar qo'llash metodikasi hattoki kosmetik go'zallikni qaytarib beradi. Aynan ptoz belgilari paydo bo'lgan yoki o'sha tug'ruqdan keyin formalari o'zgargan ayollarimizga tavsiya beradi va oldingi go'zalligini qaytarib beradi. Uchinchi metodika ayolni o'zini plazmasini ishlatish. Plazma deganda bu o'sha organlarni yoshartirish uchun trombotsitga boyigan suyuqlikni ayolni jinsiy organlarga inyeksiya qilib chiqish. Bu metodikani men Rossiyada, Moskvada o'zimni ustozim Olga Ivanovnada o'rganib kelganman. Hamma metodikalarni men qo'llash maqsadida bir necha yillar davomida tajribamni oshirib hozirgi paytda qaysidir ayollarga 3 ta kompleks sifatida beraman. Qaysidir ayollarga faqatgina RF nurlari bilan ishlash, to'lqinlar bilan ishlash programmasini beraman. Qaysidir ayollarga kompleks qilib 3 ta muolajani amalga oshiraman. Albatta ayollarimiz shifokorlarga murojaat qilish kerak. Bu oson erishadigan apparat bilan imkoniyat. Albatta bu apparat ishlatgandan keyin ayol jinsiy aloqani to'xtatib qo'yish yoki qonli ajramalar kelish yoki bir necha kun davomida jismoniy tarbiyani amalga oshirmaslik kabi narsalar yo'q. Bemalol barcha muolajalar qilish mumkin. Hattoki bu metodikani qo'llagan kuni jinsiy aloqa ham mumkin. Lekin eng xursand qilayotgan narsa shundaki, bu metodikani qo'llagan ayollarda oldingi oiladagi komfort, oldingi oiladagi bir-biriga qiziqish, o'sha oldingi muhabbat rishtalari, to'lqinlari tiklanish imkoniyatlari borligini aytib o'tishimiz kerak. Chunki bitta muolaja o'tkazgan ayolni keyingi muolajaga turmush o'rtoqlari joni bilan olib keladi. Chunki u ayol turmush o'rtog'i bilan komfortni o'ylagan holda bizga o'xshagan mutaxassislarga murojaat qiladi. Va shuni aytib o'tish kerakki, bu muolajani qilgan ayollarda hech qachon kesircha kesish belgilanmaydi. Hattoki tajribamizda shunaqa ayollar bor, muolaja o'tkazayotgan vaqtda homilador bo'lib qolishgan. Homila sog'lom va yaxshi rivojlangan, muammolar bo'lmagan, chunki bachadon ichida qon aylanish imkoniyati ko'tarilgan sari endometriy to'qimasi ham sog'lom bo'lgan.
Ayollarimizga tavsiya, murojaat qilinglar, yordam berishga tayyormiz va muammolarni hal qilish uchun hozirgi paytda keng qo'llamda imkoniyatlar bor.